Nima o'zaro ochilib naqd Ye, ana ro'zani ochayli deydi-ku. Mana. 2 kilo go'sht olib qo'yib bo'ladi. Kechasi yeb ichib. Mali bu yoqqa ketamiz, bu yoqqa ketamiz bo'ldi. Xayrlashib bo'pti. Eshitdingmi? Ro'zani ochib yur deyapti. Qaysi ochasan? G'iyos-ku bu. Yaxshi. G'iyos Bu tanima. suv Malika, sen uyni olib kelib suv bo'ladi, qani? Mana ha? Qo'shiladi-da. Ha, qo'shiladi-da. Mana bu yerda bir 7 ta qishloq bor-da, bu yerdan keladi. Tabiiy suvda bu. Tabiiy bu hech qanaqa. Barjomida bu. Ha, barjom. Shuni olib ichaver. Barjom suvlari. Biyol yo'qsa shuni. Omoq suvga olib boraymi seni? O'sha yerda tepada. Ha, bilasan, anaga o'tirib. Men kelganda o'tirdik va bir joyga borib aroq ichdik-ku. O'sha yerda olibdi. Marhaba. Ishlamaysan, ishlamaysan. Hozir shu maktab olib kelib ketamiz, ha? Yo'q, bu tomonga ketadi, bu yoqqa ketadi, o'xshaydi. Maktabmi yo'q? Bu yoqqa. Tuman tog'. Ha? Tuman deyman, tog' deyman. Tuman deyin, ha. Suvdan o'tib ko'tarilganda. Sog', o'rdak ketyapti endi. Askar yo'qmi? Ya. Российская Ammo bu siskadi bugun. Ya sharmanda. Malik bir nimada? Bir nimada Malik? Ketdik olmasa. Malik sen o'zing bir mana bu tog'larni maqta bir nima degan. Ha, bo'ladi. Endi gurum bergan. Ko'rgan, ha, guring Suv bergan. bor ko'rsat. Tog'lar ko'rsatdi. Malik ham o'zimizga o'xshagan qishloqda nimasida. Mana aylanib keldik, Malikni ko'rdik. Aylanib kelding, ha. Ishonmagan